Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Revola brendidan yangi antenalar kelgan sotuvga. Xo'p, buni obzor qilamiz. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 100 lik variant deyiladi bu. Xo'p, ichida nimalari bor? Mana antena, mana bunaqa nimasi bor, ko'ramizki, mana 10 metrlik kabeli bor. Birinchi o'rinda mana bu orqasini ko'radigan bo'lsak, xohlasangiz bir narsaga turbaga qistirib qo'yish mumkin. Tayyor qilingan. Yoki mana bu narsasi bor. Mana bu yerda kiradigan joyi bor. Shuni stoyga qilib, televizorda oldigami yoki biron joyga shuni qo'yib qo'ysa bo'ladi, tikka qilib. Endi olib turamizda. Xo'p, bu yerda nimasi bor orqada? Qizil mana sveti bor, yonish kerak. Mana antenani ulaydigan joyi bor. Juda sodda, lekin yaxshi qilingan. Kabelni aytadigan bo'lsak, kabel 10 metrlik bo'ladi. Kabel qarang. Mana bunaqa aylanadigan bo'ladi. Bu antenaga ulanadi. Ya'ni antenaga mana shu joyiga kirgizib, yaxshilab burab qotiriladi. O'sha oxirigacha borish kerak. Mustahkam qotish kerak. Bir taraf bo'ldi. Antena ulandi. Ulaganingizdan keyin bu uchi bor. Xo'p, mana bu kabelning narigi uchi. Bunaqa joyi bor. Bu yerda mana ko'k svet yonish kerak, yonadi. Mana ikkitalik shuni chiqqan, ya'ni bittasi televizorda antena joyiga ulaysiz. Ikkinchisini esa o'sha televizorda shu USB kabel ketadigan joyiga ulaysiz. Nima uchun kerak? Bu antena uchun, mana bu tok uchun. Ya'ni televizorga ulaysiz, promoy televizorda o'zidan tok oladi. Alohida unaqa mana bu uchun alohida tok ulash shart emas. Ya'ni alohida bitta rozetkani zaynat qilmaysiz. Shuni hisobiga ham bu qulay. Mana shunday bo'ladi. Bularni ulaganingizdan keyin mana bu yerda qizil svet yonadi. Xo'p. Ko'rinishi mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa korobkada bo'ladi. Ixchamgina. Signal ancha yaxshi, Xitoydagidan ancha yaxshi signal ushlashlari. Hozir birdaniga televizorga ulab, qanday kanal terish kerak birdan ko'rsatib o'taman. Xo'p, antenani ulab oldik. Mana orqasiga ulandi, qizil svet yondi. Televizorga ham ulandi. Endi antenani yaxshiroq joyga qo'yiladi yoki kimgadir televizorda oldida, uyda o'zida ham oladi. Kimgadir derazaga yo tashqariga chiqarib qo'yasiz. 10 metr kabel o'shaning uchun kerak bo'ladi. Xo'p, ulangandan keyin biz kanal terishimiz kerak. Xo'p, mana ustanovka, menyu, настройка, DVT. Endi hamma nimalarda har xil. Televizorlarda mana ruchnoy настройка emas, ruchnoy degani avto настройка emas, ruchnoy настройка kanal teramiz, ya'ni xo'p, mana ko'rib turganingiz, mana bu chastota mana Surxondaryoda ko'p asosan 47 ga qilib 40 dan 47 gacha chastotada o'sha mana bu chastotada kanal teriladi. Hamma viloyatda endi baribir farq qilishi mumkin. Xo'p, biz mana shunday qilib qo'yamizda, keyin antenani misol o'ngga chapga qilib, teparoq pastroq qilib o'sha kanalni ko'ra olamiz. Xo'p, hozir mana bir kishi antenani bu tarafga qilyapti. Mana hozir ko'rib turganingizdek terilyapti. Mana 100 bo'ldi. Mana ikkalasi ham 100 bo'lsa, kanal to'liq o'sha signalni ushlagan bo'ladi. O'zi mana 100 bo'ldi. Endi bemalol mana kanallar chiqadi. Masalan, Milliy HD deysizmi? Sevimli HD demiş qilib O'zbekistonda shu 20 dan oshiq kanallari bemalol oladi. Mana shunaqa
qilib bemalol nastroyga qilib olasiz. Umuman qiyin joyi yo'q.